bemorni qaysidir kasallikdan sog'aytirish uchun o'sha kasalliklarni keltirib chiqargan sababini bartaraf qilish kerak. Biz bemorga dori ichirsaylik, kapelnitsa qilsaylik, giyoh ichirsaylik yoki bo'lmasa qandaydir bir fizioprosedura qilayotgan bo'lsaylik, bu narsalar bemorni ichidagi kasalliklarni keltirib chiqargan sababini bartaraf qilmaydi. Uni belgisini yo'q qilishini siz ham bilasiz. Bemorlarni kasalliklarni keltirib chiqargan bemorni ichidagi bir qancha sabablari borda, o'sha sabablardan bittasi bemorni qoni quyilib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Bemorni ongiga man kasalman degan fikr o'tirib qolishi sabab bo'lishi mumkin. Bemorni ichaklari yaxshi ishlamasligi oqibatida qonni ichidagi shlaklarni, toksinlarni miqdori ko'payib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Yoki bemorni immuniteti tushib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Yoki mahalliy immuniteti tushib ketishi sabab bo'lishi mumkin. Yoki bemorni qaysi bir mushaklarida spazm paydo bo'lib qolishi oqibatida bemorni quvvatini yeb qo'yadigan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bemorni ichida psixosomatik muhit, ya'ni negativ psixosomatik muhit o'sha bemorni butun organizmini immunitetini tushirib, yana o'sha kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bemorni asab tizimi charchaganligi sabab bo'lishi mumkin. Bemorni surunkali asabiylashishi yana bitta sabab bo'lishi mumkin. Shu juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqarishiga sabab bo'ladigan eng ko'p uchrayotgan narsa bemorni ichidagi surunkali siqilishi. Mana shu narsalar bemordagi vahima kasallikni, nevroz kasallikni, quloqdagi shovqin, uyqusizlik, qo'l oyoq, umurtqa pog'onalar og'rishi, qon bosim o'ynashi, insult kelib chiqishi, teridagi kasalliklar, siydik ajratib chiqarish tizimi kasalliklari, nafas tizimi kasalliklari, allergiya kasalliklari, juda ko'p kasalliklarni men aytishim mumkin. Mana shu kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lgan, boya sanab bergan narsalarimni o'sha qaysi biri ana shu kasallikni keltirib chiqarishga sabab bo'ldi. Shuni topib biz bartaraf qilmagunimizcha haligi bergan dorimiz, giyohimiz, qilgan ukolimiz, fizioterapiyalarimiz ular vaqtinchalik yordam beradi yoki umuman yordam bermasligi mumkin. To'g'ri, ba'zi bir holatlarda bemorlar o'sha dorilardan tuzalib ketishi mumkin. Unga yana o'sha sababi ham o'sha paytda nimadir sabab bilan bartaraf bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ana shundan u tuzalib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin har qanday kasallikni o'sha keltirib chiqargan sababi, ya'ni ildizini bartaraf qilsaylik, Alloh insonni vujudini tuzaluvchan qilib qo'yganda, organizm kelibsa bir kunda o'zini osongina sog'aytirib olish imkoni bor. Agar bizga kelib bitta dori darmonsiz har xil kasalliklardan sog'aygan odamlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana men pastga yozib qo'yapman. Doktor.Hasanov degan YouTube'da kanalimiz bor. Shu kanalimizga kirsangiz, bizga kelib o'sha kasalliklarning sababini biz bilan birgalikda topib, yana biz bilan birgalikda o'sha topilgan sababni bartaraf qilganimizda har xil kasalliklardan sog'ayganlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Siz ham qandaydir kasallikdan sog'ayolmay yurgan bo'lsangiz, mana telefon raqamga qo'ng'iroq qilingda, navbatdagi dori darmonsiz sog'ayish deb nomlangan bizni kursimizga kelib qatnashib, bitta dori darmonsiz sog'ayganingizni o'zingiz amalda ko'ring.